10 daqiqa vaqtingizni ajrating, shunda buni to'xtatish oson bo'ladi. Prediabet bu diabet oldi holati hisoblanadi. Diabet aslida 2 bosqichda keladi. Normada sog'lom insonda 6/1 gacha qand miqdori kuzatiladi. 7 dan oshsa unda qandli diabet tashxisi qo'yiladi. Nima qilsak diabet bo'lmaymiz, prediabetni orqaga qaytarib yuboramiz. Buning uchun 4 ta qoida mavjud. Biz ko'zlarimizni, buyraklarimizni, jigarimizni, yuragimizni saqlab qolgan bo'lamiz. Diabetni erta bosqichda aniqlasa, uni oldini olsa bo'ladimi? Diabet aslida 2 bosqichda keladi. Birinchi bosqichi insulin rezistentlik bosqichi. Bu holatda insulin organizmda bor, lekin uni hujayralar tanimaydi va shuni hisobiga qondagi glyukoza oshib boraveradi. Bu holatda insonlarda charchoq, holsizlik, uyquga to'ymaslik holati bo'ladi. Aslida bu diabetning boshlanish holati. Bu narsani meditsinada prediabet holati deb aytiladi. Prediabet bu diabet oldi holati hisoblanadi. Prediabetda insonda qand miqdori normadan baland bo'ladi, lekin hali diabet emas. Normada sog'lom insonda 6/1 gacha qand miqdori kuzatiladi. 6/1 dan 7 gacha prediabet holati bo'ladi. 7 dan oshsa unda qandli diabet tashxisi qo'yiladi. Agar 7 dan baland bo'lib 2 marta chiqsa, ungacha bu holatni orqaga qaytarsa bo'ladi va prediabetda dori ichish ham shart bo'lmaydi. Lekin 2-3 oy ichida bu holatga e'tibor qaratilmasa, bu holat tezda diabet holatiga o'tadi va unda muammolar ko'payadi. Agar biz diabetni erta aniqlasak va unga ta'sir qila olsak, unda biz kasallikni oldini olgan ham yenggan bo'lamiz. Nima qilsak diabet bo'lmaymiz, prediabetni orqaga qaytarib yuboramiz. Buning uchun 4 ta qoida mavjud. Birinchisi, bizni umuman hayot tarzimiz o'zgarishi kerak. Avvalo ovqatlanishimizni o'zgartirishimiz kerak. Ratsionimizdan oddiy uglevodlarni, tez hazm bo'luvchi uglevodlarni chiqarishimiz, ovqatlanishimizga ko'proq kletchatka qo'shishimiz va oqsilga ko'proq e'tibor berishimiz, qovurilgan giperkaloriyali ovqatlarni cheklashimiz kerak. Bunaqa holatda ham uglevodni cheklash hamda kaloriyaga e'tibor berishimiz kerak. Negaki biz 2 xil направленияda bemorga ta'sir ko'rsatishimiz kerak. Ham uni ozdirish yo'lida, ham qondagi qand miqdorini pasaytirish yo'lida ishlashimiz kerak. Ikkinchisi bu jismoniy faoliyatni oshirishimiz kerak. Bemor agar kuniga 30-40 daqiqa yengil jismoniy harakat bilan shug'ullansa, eng osoni yurish, agar 10 ming qadam yurishni boshlasa, bemorda 1 oyda o'zgarishlar juda ham yaxshi ko'rinishni boshlaydi. Sog'liqni saqlash tashkiloti butun dunyodagi peshqom yurishni eng foydali usul deb hisoblaydi va 10 ming qadam yurish bizni sog'lig'imizni anchayin baquvvat qiladi. Prediabetni oldini olishning 3-yo'li bu uyquni nazorati. Chunki uxlamaganimizda bizda kortizol gormoni oshadi. Kortizol insulinga qarshi gormon hisoblanadi. Ya'ni u qondagi qand miqdorini oshiradi va qonda glyukoza miqdori baland bo'lib ketadi. 4-metod esa bu analiz topshirish. Agar biz qondagi qand miqdorini muntazam nazoratda ushlasak va sog'lom odamni glyukozasidek olib borsak, biz prediabet holatidan chiqishimiz oson bo'ladi. Agar kasallikni erta aniqlasak va unga ta'sir ko'rsata olsak, biz ko'zlarimizni, buyraklarimizni, jigarimizni, yuragimizni saqlab qolgan bo'lamiz. Chunki qandli diabet bu faqat qand kasalligi emas, bu butun organlarni yemirilishi hisoblanadi. Chunki qondagi qand miqdori glyukoza toksichlik beradi, ya'ni organlarga toksik ta'sir ko'rsatadi. Diabet hech qachon bir kunda paydo bo'lmaydi, u yillar davomida yashirin tarzda yuradi. Mani ko'p bemorlarimda so'raganda, nimani sabab qilib ko'rsata olasiz shu diabet bilan chalinganingizni deganda, uyim yonib ketgandi yoki avariya bo'lgandim deb yomon kunlarni eslashadi. Aslida bu o'sha kuni kortizol gormoni oshgani stress hisobiga o'sha kasallikni yuzaga chiqishiga yordam bergan bo'ladi. Aslida bu kasallik ularning qonlarida yashirin tarzda yurgan bo'ladi. Qondagi qand miqdorini o'lchash 5 daqiqa vaqtni oladi, lekin u bizga yillarni qaytarib beradi. Sizda diabet bor deb o'ylaysizmi yoki prediabet holati bor yo'qligini aniqlamoqchi bo'lsangiz, shifokor qabuliga yoziling. Bizning klinikamizda qandli diabetni erta aniqlash dasturi yo'lga qo'yilgan. Buning uchun biz qand miqdorini 5 daqiqada, insulinni va glyukoza miqdorini aniqlaymiz, hamda prediabet holati bor yo'qligini sizda aniqlab beramiz. Hamda sizni davo rejangizni ham mashq, ham parhez rejasini tuzib beramiz. Bizda bir kunda natija chiqadi. 10 daqiqa vaqtingizni ajrating va kasallikni erta aniqlang. Shunda buni to'xtatish oson bo'ladi.